Xohlasa navbatdagi zakazimiz Toshkent shahriga tayyorlab berdik. Izabella fasonda 6 talik varianti bo'ldi. Bitta stol modeliga divan variantida bering deyishdi. Shunga bitta divan variantida berdik. Xohlasa ikki sig'adigan joyga bemalol tushsa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta cho'lka rangda bo'ldi. Xonlari ham tubog'i ovalniy bo'ldi. Zakazlarga asosan. Xo'p, kimga yana shunaqa stol usullarga bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Raqamimizda har xillardan mavjud, ranglari ham o'zgaraveradi. Bu cho'lka rangi bizda bor. Hozirda tayyor areka bor va boshqa hamma ranglardan tayyorlab beraveramiz. Xo'p, bu ikkita kachalarimiz. Ikkita kachalarimiz narxi 900 mingdan. Bu cho'lkasi, bunisi are, bu seri, bunisi молочный, bunisi yana kartoshka cho'lka. Xo'p, bizda yana bir turistik stollarimiz bor. Bemalol oshxona, mehmonxona uchun qo'ysa bo'ladi. Juda ham kichik ekanimizni joy egallaydi bunisi. Bunisi ichida gabaritroq, mehmonxonalarga yaxshi bo'ladi. Xo'p, bularning endi materiallari turistik bo'ladi. Shu toza, mo'yshi bo'ladi. Nimalar keladigan bo'lsak, dubkalar 5 lik 20 pulimiz. Orqaga dubkalar 3 lik 17 pulimiz. Buniki ham 5 lik bo'ladi. Orqalari 4 lik bo'ladi. Bemalol mazza qilib yuvishlashingiz mumkin. Oshxonalar uchun, mehmonxonalar uchun bu yana mehmonxonaga juda yaxshi tushadi. Oshxona joy asosan kichikroq joy bo'ladi. Shunga mana bu prinsiplarimizni tavsiya beramiz. Orqalariga tugmali variant bo'ladi. Qo'shishlar mumkin. Xalqlargacha bo'ladi 100%. Xo'p, yana Izabellamizni ariq rangidan bor bizda. Hozir tayyor. Srosni tayyor kelayotgan akalarimiz uchun ariq ranglar. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, 6 taligini 4,5 million so'mga qilamiz. 6 talik Izabellamiz. Bunaqa narxda to'g'risi yo'q. Biz o'sha Instagramga chiqyapmiz, aloqa chiqyapmiz sizlar. Xohlasa 4,5 million qilamiz 6 taligini, 8 taligini 6,5 million qilamiz. Instagram uchun 6 million 300 ming beramiz 8 talik. Bunisi 6 taligi 3 million, bunimiz 6 taligi 2 million 600 ming so'm. Donaga o'tib narxda beramiz. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar.